Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taoloning madadi bilan sizlar bilan Xolid ibn Mahmud Jahani hafizahullohning Ramazonga tegishli bo'lgan bir kitoblarni darslik qilayotgan edik. Alloh taolo mana shu qilayotgan darsni davomli qilsin. Alloh taolo bilmaganlarimizni bildirsin. Alloh taolo bilganlarimizga amal qilishga tavfiq bersin. Mana bugun Jumadul Ulaning 28-kuni. Ramazonga ham 3 oydan oshiqroq vaqt qolyapti. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga yetkazsin. Mana shu qo'limizdagi kitoblarni mukammal holatda o'rganib, bu ichidagi buyruq qaytariqlar, Ramazonning shartlari, odoblari, Ramazonga tegishli bo'lgan hamma masalalarni o'rganib, Ramazonni chiroyli holatda kutib olishga Alloh taolo hammalarimizga tavfiq bersin. Hammalarimizni Alloh taolo Ramazon oyiga yetkazsin. O'tgangi darsimizda to'xtalgan joyimizdan davom etkazib boshlaymiz. Mana shu 5-sallohani zikr qilyaptilar. Al-ibadatu fi lailatul qadri afzal min ibadati alf shahr. Lailatul qadr kechasiga tegishli bo'lgan sallohani zikr qilyaptilar. Lailatul qadr kechasidagi ibodat 1000 oylik ibodatdan afzal deyapti. Ya'ni Lailatul qadr kechasi bo'lmagan 1000 oylik ibodatdan yaxshi deyaptilar. Mana bu Lailatul qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kunligining ichida yashiringan. Qaysi kunligini Alloh taolo o'zi biladi. Alloh taolo buni yashirib qo'ygan. Buni hikmati ulamolar aytadiki, Alloh subhanahu va taolo buni yashirib qo'yishiga Alloh taolo o'zi bildirgan. Payg'ambar alayhisalom ikkita musulmon janjallashtirganda Alloh taolo bu ana shu Lailatul qadr kechasida qilingan ibodatni Alloh taolo Muhammad alayhisalomning zehnidan olib qo'ygan, payg'ambar alayhisalom esdan chiqarib qo'ygan. Nimaga bunday bo'lgan desa, Alloh taolo shu agar aytaylikki, masalan, Ramazon oyining oxirgi 25-kechada bo'lsa, faqat ana shu kunda odam ibodat qilib, boshqa kunda ibodat qilmay qolishi mumkin. Buni Alloh taolo qaysi kunligini bildirmasligi, ya'ni musulmonlar shuni oxirgi 10 kunlik istab ibodat ko'p qilsin degan, ya'ni hikmati shu deb aytishgan. Alloh taolo hammalarimizni mana shu Lailatul qadr kechalariga Alloh yetkazsin. Lailatul qadr kechasidagi ibodat, Lailatul qadr kechasi bo'lmagan ibodat 1000 oylik ibodatdan yaxshi deyapti. Mana shu pastda buni chiroyli tushuntirgan. Yustahabbu lil muslim ay yukthara min al-ibadati kaffatu fi Lailatul qadr. Musulmon kishi uchun Lailatul qadr kechasida hamma ibodatlar ko'paytirishi mustahab bo'ladi. Faqat bitta ibodat o'zi emas, ibodatlarni ko'paytirish kerak. Biz musulmonlar ichida shunday gap yuradi. Masalan, Lailatul qadr kechasida 100 rakat namoz o'qish kerak ekan. Yana boshqa bir ibodatlarni mancha qilish kerak ekan deb odatlab oladi, lekin hech qanday shariatda bu odatlab kelinmagan. Faqat bitta ibodat o'ziga emas. Mana shu aytayaplarki, Lailatul qadr kechasida hamma ibodatlar ko'paytirish mustahab bo'ladi. Mana buni pastda zikr qilgan. Qur'on o'qiysiz, namoz o'qiysiz, zikr qilasiz, sadaqatlar qilasiz, yaxshilar qilasiz. Masalan, duo qilasiz. 5 minut o'rniga duo qilasiz. Duodan keyin Qur'on o'qiysiz. 4 paradir, 5 paradir Qur'on o'qigandan keyin namoz o'qiysiz, shuna qilib Lailatul qadr kechasini ibodat bilan o'tkazish kerak. Ana shu Lailatul qadr kechasida qaysi ibodat qilsangiz, Lailatul qadr kechasi bo'lmagan 1000 oylik ibodatdan yaxshi. Masalan, siz 5 pora Qur'on o'qidingiz, Lailatul qadr kechasiga ilashdingiz, 5 pora Qur'on o'qidingiz. Mana shu 5 pora Qur'on o'qiganligingiz Ramazon qadr kechasidan boshqa kechada 1000 oy har kuni 5 paradan Qur'on o'qiganingizdan yaxshi. Lailatul qadr kechasidagi 5 pora o'qigan Qur'oningiz. 1000 oy. Buni ulamolar hisoblagan 80 yildan oshiqroq yilda aytishgan. Shuncha yil har kuni Qur'on o'qiganingizdan yaxshi-da. Ya'ni 1000 oydan afzal, 1000 oy emas, balki 1000 oydan ko'proq. 1000 oydan ko'proq har kuni 5 pora Qur'on o'qiydi degan savob berilgandan yaxshiroq Lailatul qadr kechasi. Mana shu aytadiki, "Li'anna al-ibadatu fi Lailatul qadr bi ibadati alf shahr laysa fiha Lailatul qadr" deyapti mana. Qadr kechasidagi ibodat qadr kechasi bo'lmagan 1000 oylik ibodatdan yaxshi deyapti. Hozir biz aytgan qadr kechasida qilingan ibodat qadr kechasi bo'lmagan 1000 oylik ibodatdan yaxshi deyaptilar. Alloh taolo hammalarimizni qadr kechasi yetkazsin. Va min al-ibadati allati
يستحب الإكثار منها في هذه الليلة المباركة. Şey aytibdilar ki, mana bu muborak kechada, Qadr kechasida har bir musulmon kishi uchun ibodatlarni ko'paytirish mustahab bo'ladi. Mana shu ibodatlardan deb şey zikr qilyapti, ad-duo, duo qilishlik mana. Alloh taoladan duo qilib so'rashlik. Va tilovatul Qur'on. Qur'on tilovat qilishlik. Duoni faqat o'zingiz emas, tilovat Qur'on qilishlik kerak. Va salat, namoz o'qishlik kerak. Va sadaqa qilishlik kerak. Lailatul Qadr kechasida sadaqa qilishlik kerak. Va birrul validayn, ota-onaga yaxshilik qilishlik kerak. Va silatur rahim, qarindosh urug'chilikni bog'lashlik kerak. Ihson ilal fuqaro val muhtajin, kambag'allarga, muhtojlarga ihson qilishlik ana shu kechada. Zikrulloh tasbihan va tahlilan va takbiran va tamhidan. Alloh subhanahu va taolo tasbih aytib Allohni zikr qilishlik, subhanalloh deb, tahlilan la ilaha illalloh deb Alloh taolo zikr qilishlik, takbiran Allohu akbar deb Alloh taolo zikr qilishlik, tamhidan alhamdulillah deb Alloh taoloni eslab zikr qilishlik. Mana shunday ibodatlarni ko'paytirishlik kerak Lailatul Qadr kechasida. Mana bu yerda shay vas salat deb namoz o'qishlik kerak deyapti. Mana bu yuqorida aytgandek, faqat namozni o'zi emas, 100 rakat namoz o'qish kerak ekan, 50 rakat namoz o'qish kerak ekan degan narsani o'zi emas. Mana shu bir chekkadan zikr qilyapti, duo qilishlik kerak. Oysha radhiyallohu anha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qadr kechasiga to'g'ri kelib qolsam qanday amal qilay deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni degan duoni ko'p aytgan deganlar. Mana shu duolarni qilamiz, duo qilayotgan hamma duolarni dunyomizga tegishli, oxiratimizga tegishli namozda bo'lsin, namozdan tashqarida bo'lsin, duo qilishimiz kerak, Alloh taoladan so'rashimiz kerak. Yaxshiliklarni so'rashimiz kerak. Va tilovatul Qur'on o'qishimiz kerak. 4 paradir, 5 paradir, 10 paradir Qur'on o'qishimiz kerak. Qur'on o'qib charchasak, keyin namoz o'qishimiz kerak, duo qilishimiz kerak. Qur'on o'qib charchasa deganda inson toliqib qolishi, ya'ni Qur'on o'qib inson rohatlanadi. Toliqishlik bo'ladi. Ana shu toliqib qolgan paytda qo'limizga tasbih olib, tasbih o'tkazib, aylanib, subhanalloh, alhamdulillah, akbar deb yurishimiz kerak, namoz o'qishimiz, sadaqa qilishimiz kerak. Sadaqa deganda mana shu kunda birodarlarga masalan misvak, xushbo'y narsalar, shunga o'xsha shirinliklar bersak, sadaqa niyatida bersak, bu inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Birrul validayn, ota-onaga yaxshilik qilishimiz, mana ota-onaga ko'p yaxshilik qilishimiz kerak. Ana shu kunda Lailatul Qadr kechasi ota-onamizga yaxshilik qilgan shu holatda Lailatul Qadr kechasi bo'lib qolsa inshaalloh ming oydan yaxshiroq ota-onamizga yaxshilik qil degan savob ajr yoziladi mana bu kechada. Silatur rahim va silatur rahimni bog'lashimiz kerak. Va keyin oyatda zikr qilyaptilar mana. Qallallohu ta'ala Lailatul Qadri xayrun min alfi shahr. Mana bu oyatda kelgan Qadr kechasi ming oydan yaxshiroq deyapti. Ya'ni 1000 oylik ibodatdan yaxshiroq. Mana Alloh subhanahu va taolo mana Qur'oni Karimda Lailatul Qadr kechasini Qur'onda zikr qilgan mana. Hammalarni yozlagan sura. Lailatul Qadri xayrun min alfi shahr. Qadr kechasi 1000 oylik ibodatdan, 1000 oydan yaxshiroq, ya'ni 1000 oylik ibodatdan yaxshiroq deyaptilar. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni oldimizda davomli qilsin. Alloh taolo bu qilayotgan darslarimizni Alloh taolo hayot darsimizga aylantirsin. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga yetkazsin. Mana shunday Qadr kechalariga Alloh taolo hammalarimizni musharraf qilsin.